$68 dollarga 3 xonali kvartira olgan bo'larmidingiz yoki 3,5 sotuvlik kottejmi? Bo'stonliq tumani Gazalken shahri Biot tarafimizda yo'liga razvedka, Biot tarafimizda Gazalken pastansiya ro'parasida joylashgan kottejimiz sotilyapti. Hosiliga arzon qilib ko'rsataman. Kottejimizga kirish qismimiz Biot tarafimizda chiroyli bog'i bor. Zeleniy zona qilib, archalarni ekib, basseynlar qurib qo'ysanglar, maza qilib dam oladigan tinch, sokin joyda joylashgan kottejimiz. Bu yoni egalari mana letniy kuxnyaga mo'ljallagan ekan, barbekyu zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Quruq videoni ko'ravermasdan videoga like bosib qo'ying. Qurilish qismimiz oshxonadan iborat. Ko'rasizlar, chiroyli uголокlarni qo'yib, kuxnyalarni qo'yib qo'yilgan. Ortiqcha jihozlar yo'q. Qo'limizni ko'rasizlar, yon tarafida sanuzelimiz. Egalari aytishi bo'yicha bochkalargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Suv napori kamaysa, nasoslari ham bor ekan. Zo'r tarafi sanuzel, oshxona, pol, cho'pli pol qilingan ekan. Pastda podvali ham bor ekan. Bu tomonimizda spalniyamiz. Ko'rasizlar, ichidan hech narsa ochiq ketmaymiz deb aytishyapti. Ichida hamma jihozlar qolar ekan. Zalimiz shunaqa katta, mehmonlarni kutib bo'ladi. Sul komodlarni qaranglar, zalimizga mos tushgan. Tanlovda egalari adashmagan. Zalimizni shunday yonginasida bolalar uchun chiroyli joy qilib qo'ygan ekan. Mana darsli sullari ham bor ekan. Kvartiramizni ko'rdinglar, zo'r. Hujjatlardan muammo yo'q. Ortiqcha narsalar qo'yilmagan. Egalari aytishi bo'yicha $68,000 so'ralyapti. Bo'stonliq bozor nomidan kelsanglar, kelishtirib beriladi. 3 xonali kvartira yaxshimi, yo'q ko'rgan kottejinglar yaxshimi? Kommentariyada yozib qoldiramiz.